Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yakuniy imtihonlarga tayyorlanish maqsadida oliy matematika fanidan navbatdagi darsimizni olib boramiz. Xo'p, bugungi darsimizda sizlar bilan chiziqli tenglamlar sistemasini Gauss usuli orqali yechishni o'rganamiz va fazoda tekislik va to'g'ri chiziq tenglamalarini yechishni o'rganamiz. Bundan tashqari limitlar, hosilalar va integrallar bo'yicha amaliy misollarni ko'rib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsanglar, darsimizni boshladik. Xo'p, ushbu ko'rib turganingiz chiziqli tenglamlar sistemasi hisoblanadi. Bugun biz o'tgan darsimizda Kramer usuli bilan yechishni o'rgangan bo'lsak, bugun sizlar bilan Gauss usuli orqali yechishni o'rganamiz. Xo'p, bizda mana chiziqli tenglamlar sistemasi bor. Biz mana shu noma'lumlarni, 3 ta noma'lumni topishimiz kerak. Va Gauss usuli esa mana shu qolgan noma'lumlarni yo'qotish orqali, ya'ni noma'lumlarni ketma-ketlikda topish tushuniladi. Xo'p, biz birinchi ya'ni koeffitsiyentlarni yozib olamiz. 3 2 3. Xo'p, 4 1 minus 1. 4 1 minus 1. Keyingisi minus 1 1 2. Minus 1 1 2. Xo'p. Va 8 2 0. Demak, mana shu misolimizni yechishimiz kerak. Hop. Buni yechish uchun birinchi o'rinda mana birinchi satr elementlarimizni yozib olamiz bu yerga. Hop. 3 4 minus 1 8. Va hozir biz qiladigan ishimiz mana shu 2 ni yo'qotishimiz kerak. Buning uchun biz qanday yo'qotamiz degan savolning javobi mana buni 2 ga ko'paytirib boraman. Buni esa 3 ga ko'paytiraman. Chunki 2 kare 3 6, 3 kare 2 6. 6 dan 6 ni ayirsam 0 bo'ladi. Mana shunday tartibda bo'ladi. Va 2 kare 3 6, 3 kare 2 6. 6 dan 6 0. Xo'p. Bu yerga 0 ni yozamiz. Keyingisi mana 2 kare 4 8, 3 kare 1 3, 8 dan 3 ni ayirsak 5 bo'ladi bu yerda. Xo'p, keyingisi 2 kare minus 1 minus 2, 3 kare 1 3, minus 2 dan 3 ni ayirsak minus 5 bo'ladi. Xo'p, bu yerda esa 2 kare 8 16, 3 kare 2 6, 16 dan 6 ni ayirsak 10 bo'ladi. Xo'p, uchinchi satrimizni o'zini yozib olamiz. Minus 1 2 va bu yerda 0. Hop. Buni davom ettiramiz. Hop, yana birinchi satrimizni yozib olamiz o'zini. 4 minus 1. Hop. 0. Ikkinchi satrimizni ham o'zini yozamiz. Sababi 8 10. Endi biz mana bu 3-satrimizni birinchi elementini ham yo'qotishimiz kerak. Buning uchun yuqoridagi mana shuni oladigan bo'lsak, mana 3 dan 3 ni ayirganimizda bu yerda 0 bo'ladi va 4 dan minus 1 ni ayirganimizda 5 bo'ladi. Xo'p, minus 1 dan 2 ni ayirganimizda minus 3 bo'ladi. 8 dan 0 ni ayirganimizda 8 minus bo'ladi. Xo'p, mana biz birinchi ustunimizda ikkita 0 ni hosil qildik. Navbatdagi shartimiz endi. Xo'p. Endi qiladigan ishimiz mana bu ikkinchi ustunda ham 0 larni hosil qilishimiz kerak. Sababi biz yakka holda mana shu x ni o'zini topib olganimizdan keyin qolgan noma'lumlarni topish oson bo'ladi. Xo'p.
birinchi satr elementlarini yozib olaman. 4 minus 1 minus 1 8 0 5. İkinci satr elementlarimizni ham uzun yoza olamiz. Yo'lda 10. Endi mana bu joyda 5 dan 5 ni ayirganimda bu 0 bo'ladi. Xo'p, minus 5 dan minus 3 ni ayirganimda esa bu minus 2 bo'ladi. Xo'p, 10 dan 8 ni ayirganimda 2 bo'ladi. Xo'p, mana sizlar biz 3-satrimizda faqatgina ikkita elementimizni 0 ga aylantirib oldik. Endi bizga nima qoldi desak, xo'p, mana shu yeraman. Mana bizda minus 2z minus 2z minus 2z teng 2. Shunda z'imiz teng bo'ladi minus 1 ga. Endi mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, 5y minus 5z teng 10 degan tenglamamiz bor. Z'ni biz minus 1 deb topdik. O'rniga qo'yamiz. Ya'ni 5y minus 1 ni qo'yganimda plus 1 bo'ladi. Mana ikkita minus plus bo'lib 5 ni o'zi bo'ladi. Xo'p, 5, ya'ni 10 dan 5 ni ayirganimda baribir 5 bo'ladi. Shunda y ham bo'ladi 1. Mana biz z bilan y ni ham topib oldik. Biz endi x ni ham topsak bo'ladi. Xo'p, mana birinchi satrimizga qaraymiz. 3x plus 4y minus z teng 8. Xo'p, 3x y ni o'rniga 1 ni qo'yaman. Z ni o'rniga minus 1 qo'yaman. Bu 4 minus 1 bilan plus 1 5 bo'ladi. Demak 8 dan 5 ni ayirganimda 3 bo'ladi. Demak x'imiz bo'ladi bizda. Xo'p, 1 ga teng. Javobni yozadigan bo'lsak 1 va z'imiz minus 1 ga teng. Javobimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, chiziladiganlar sxemasini Gauss usuli orqali yechish tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz sizlar bilan keyingi misollarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Xo'p. Uchburchakning ABC uchlari berilgan. Xo'p. Ya'ni ikkinchi misol berilgan bo'lsak, uchburchagimizni ABC uchlari berilgan ekan. 6/4 minus 2/1 6/4 B nuqtamiz minus 2/1. Uchburchagimizni C uchi 2 minus 2 ga teng. Demak, bizda shart bergan. Birinchi A shartimizda biz AB BC tenglarimizni tuza olishimiz kerak va biz B burchagimizni topishimiz kerak. Xo'p, bizda ikki nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi formulasi mana bu ko'rinishda edi. X minus x1 taqsim x2 minus x1. Xo'p, y minus y1 y2 taqsim minus y1. Mana shu ko'rinishda bo'ladi ikki nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi. Xo'p, biz AB tenglamamizni topadigan bo'lsak, xo'p, x minus A nuqtamiz minus 7 plus 7 taqsim x2 esa
x minus 6 chunki x birimiz 6 ga teng. Xo'p, x ikkimiz minus 7 bo'ladi. Minus x birimiz 6 ga teng. Xo'p, y birimiz 4 ga teng. Y minus 4, y ikkimiz esa 1 ga teng. 1 minus 4 bo'ladi. Xo'p, demak, buni yechadigan bo'lsak, x minus 6 taqsim minus 13 teng bo'ladi. Y minus 4 taqsim minus 3 minuslar chiqarib ketadi. Xo'p, demak, bu bo'ladi. Minuslar chiqarib plus bo'lib ketgandan keyin 3 2 mana to'g'ridan to'g'ri ko'paytirib yuboraman. Shuni ko'paytirib yubordim. 3 2 minus 18 bo'ldi va 13y minus 4 13 ko'paytirganimizda 52 bo'ladi. 52 bo'ldi. Demak 3x minus 13y 52 bu yoqqa plus bo'lib kelgandan keyin demak 34 bo'lar ekan. Tengmi? Demak mana shu AB nuqtamizning tenglamasi bo'ladi. Buni mana shu yerda yozib qo'yaman. Ya'ni AB nuqtamizning tenglamasi 3x minus 13y 13y hop plus 34 tengmi? Va mana shu hisoblangan joyimizni o'chirib tursak ham bo'laveradi. Xo'p, AB nuqtani AB tenglamamizni topish tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi BC tenglamamizni ham tuzib olamiz. Xo'p, buni topish uchun esa biz x minus B nuqtamizda x birimiz bor, plus 7 bo'ladi. Xo'p, 2 plus 7 teng y minus 1 va minus 2 minus 1. Mana bu minus 3 bo'ladi. Ko'paytirganimda minus 3x minus 7 21. Xo'p, bu bo'ladi 9y minus 9. Shunda 3x plus 9y plus 12 teng 0 degan tenglamani hosil qilsak bo'ladi. Chunki mana bu chekisni bu tarafga o'tkazdim. 21 bu tarafga plus bo'lib o'tdi va ikkalasini hisoblaganimda 12 bo'ldi. Demak bu BC nuqtalarimizni to'g'ri tenglamasi hisoblanadi. Xo'p, endi biz uchun demak yana bitta qo'shimcha shartimiz bor. Mana bu nuqtani A desam, B, C nuqta. Mana shu B burchagimizni ham topib olishimiz kerak. Mana bu tomonda C tomoni o'tadi, bu yerda A tomoni, B tomoni bor. Demak, B burchagimizni topishimiz uchun yangi o'rin olamiz. Xo'p. Demak, chizmani qaytadan chizaman. B nuqtamiz minus 7 minus 7 hop 2 minus 2 A nuqta deydigan bo'lsak 6 bo'ladi. Demak, C nuqta, B nuqta, A nuqta. Demak, mana shu A, B, C larni qiymatini topishimiz uchun, uzunligini topishimiz uchun biz birinchi navbatda mana bu A, B nuqtani uzunligini topishimiz kerak. Buni formulasi bor. Mana A, B
AB nuqtani uzunligini topish uchun x2 minus x1 ning kvadrati plus y2 minus y1 ning demak y1 ning kvadrati mana shu formula orqali hisoblashimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, mana shu formulaga qo'yamiz. Bizda x2 demak AB nuqtamizni uzunligini hisoblaydigan bo'lsak, hop x2 miz minus 7 ga teng, minus 7 minus 6 ning qas kvadrati plus hop 1 minus 4 ning qas kvadrati bo'ladi. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 13 ning kvadrati 169, 3 ning kvadrati minus 3 ning kvadrati 9, 178 bo'ladi. Chunki 13 kvadrat 169 178. Demak, bizda C ning qiymati 178 bo'ladi. Keyingi nuqtamiz BC ni topib olamiz. BC ning uzunligini topishimiz uchun ham shu formuladan foydalanamiz. Ya'ni 2 minus 7 ning 2 ya'ni 2 plus ketadi. 2 plus 7 ning kvadrati plus va minus 2 minus 1 ning qas kvadrati. Va buni hisoblaganimizda 9 ning kvadrati 81 bo'ladi. 3 ning kvadrati 9. Hop. 90 bo'ladi. Ildizda 90 bo'ladi. 9 ga 10, 3 ildizda 10 deb yozib olsak ham bo'ladi. Demak, mana shu joyda biz aniqdan A ning qiymati ildizda 90 ga teng deb olamiz. Ildizdan chiqarish shartimiz. Xo'p, biz C tomonimizni ham topib olishimiz kerak. Buning uchun B tomonimizni topib olishimiz kerak. Buning uchun AC ning uzunligini hisoblaymiz. AC ning uzunligini hisoblashimiz uchun 2 minus 6 ning kvadrati 2 minus 6 ning kvadrati plus minus 2 minus 4 ning ya'ni minus 2 minus 4 ning kvadrati. Hop, 4 ning kvadrati 16, 6 ning kvadrati 36. Bizda ildizda 52 bo'ladi. Demak, B tomonimizning uzunligi ildizda 52 ekan. Mana biz tomonlar uzunliklarini topib oldik. Endi qiladigan ishimiz, ya'ni biz B burchakni hisoblashimiz kerak edi. B burchakni hisoblash uchun diagramni olamiz. Hop. Mana shu burchagimizni chizib olaman. Ya'ni B, C, A tomonlari bor edi. C, A, B. Kosinuslar teoremasidan topib olamiz. Kosinuslar teoremasining formulasi B ning kvadrati teng A ning kvadrati plus C ning kvadrati minus 2AC ko'paytirilgan kosinus B. Mana shu formula. Bizda A tomonimizning uzunligi hop 90. A tomonimizning uzunligi ildizda 90. B ning uzunligi bor. Tak. B ning uzunligi 52, 178. Burası 78. Hop. Bizda mana qiymatlarni topib oldik. Endi B ning kvadrati 52 ning o'zi bo'ladi. Hop, A ning kvadrati 90 o'zini yozamiz.
va sinning kvadrati ildiz bilan qisqarib ketib 178 bo'ladi. Minus 2 ko'paytirilgan bitta ildizni olib boraman. A 90 ga teng edi. Ildizda 90 ga, C esa 178 ga teng. Ko'paytirilgan kosinus b. Mana bu ko'paytma. Hop, kosinus b ni topadigan bo'lsak, kosinus b teng bo'ladi. Hop, mana bu ya'ni 178 ga 90 ni 52 ni aylanadigan bo'lsak 38 bo'ladi. Hop, biz 38 ni 178 ga qo'shganimizda esa 216 bo'ladi adashmasam. 216. Chunki mana 52 bu tomonga aylashib o'tadi. Shunda bu 38 bo'ladi. Demak, 178 ga 38 ni qo'shganimizda 216 bo'ladi va bu makhrajga tushadi. Shunda 2 ko'paytirilgan. Buni 9 kere 10 deb bajaramiz. Buni esa hop, o'zini holatiga qo'yib olsak ham bo'ladi. Ya'ni 90 ko'paytirilgan 178. Mana shu holatda qolsa ham bo'laveradi bu. Bu 108 bo'ladi. Shunda kosinus deymiz 108 taqsim ildizda 90 ko'paytirilgan 178 bo'ladi. Buni hisoblab qo'ysalar ham bo'ladi. Mana shu turishda qolsa ham xato emas. Hisoblab qo'ygan qulayroq bo'ladi. Xo'p, endi biz b burchakni topishimiz kerak edi. Buning uchun mana kosinusni teskarisiga ko'paytirib yuboramiz. b ni o'zini yakka holda topishimiz uchun. Buning uchun biz mana shu yo'ldan arc kosinusni ko'paytirib yuborishimiz kerak edi. Arc kosinusga. Arc kosinusga ko'paytirganimizda bu b ni o'zi bo'ladi va bu yoqda arc kosinus 108 taqsim ildizda 90 ko'paytirilgan 178. Demak, mana shu b burchagimiz mana shunga teng bo'ladi. Buni hisoblaganimizda, ya'ni kosinusda agar 1 ga yaqinlashsa bu 0 gradusga yaqinroq son bo'ladi. Agar bu 0 ga yaqinlashsa 90 gradusga yaqinroq, ya'ni o'zini gradus o'lchovi chiqadi. Xo'p, navbatdagi shartimizga o'tamiz. Biz hozir A shartini bajardik. Endi biz B shartimiz esa A ga medianani topib olishimiz kerak. A ga medianani tenglamasini tuzishimiz kerak. Va AB balandlik tenglamalarni tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun men chizmani yana qaytadan chizaman va qiymatlarini yozaman, nuqtalarimizni. 6/4 B nuqtamiz minus 7/1 B nuqtamiz minus 7/1 bo'ladi. C'miz esa 2 minus 2 bo'ladi. Xo'p. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, bizga A nuqtalarimizni to'liq chizib tenglamalari kerak. Bu mediana bo'lganligi uchun ikkala tomon bo'ladi. Hozir buni nuqtalarini koordinatalarini x, y, x1, y1 deb turaman. Xo'p, biz koordinatasini topishimiz uchun, x1 ni topishimiz uchun mana bu ikkita nuqtani mos koordinatalarini yig'indisini yarim bo'ladi. Mediana bo'lganligi uchun. Plus 2 taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, y1 ni hisoblaydigan bo'lsam
1 minus 2 1 minus 2 taqsim 2 bo'ladi. Bu minus 5 taqsim 2 minus 5 taqsim 2 minus 2 yarim deb yozaman. Bu esa minus 1 taqsim 2 minus 0.5 bo'ladi. Xo'p, endi A nuqtalarini tenglamasini tuzadigan bo'lsak, bizda mana bu Y nuqtani koordinatasini ham topib oldik. Xo'p, Y nuqtamiz minus 2,5 minus 0.5 ekan koordinatalari. Endi A nuqtani topganimizda tenglamasini tuzishimiz uchun mana yuqoridagi formulamiz. Xo'p, x1 x minus 6 minus 2,5 minus 6. Xo'p, y minus 4 minus 0.5 minus 0.5 minus 4 bo'ladi. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, mana shu joydan hisoblayman. Demak, x minus 6 xo'p, minus 8,5 teng y minus 4 taqsim minus 5,5 bo'ladi. Xo'p, mana bu minuslar chiqarib ketadilarkan. 5,5 buni ko'paytiraman, ya'ni minus 5,5 x minus 6 ko'paytirganimizda x minus 6 teng 8,5 minuslar chiqarib ketdi y minus 4. Demak, mana shuni hisoblaganimizda A deganimizni tenglamasi hosil bo'ladi. Xo'p, endi mana bu hisoblangan joylarni o'chirib tashlasak bo'ladi. Xo'p. Endi AD balandlikni topadigan bo'lsak, AD balandligimiz mana shunday bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana BC to'g'ri AD to'g'ri o'zaro perpendikulyar, ya'ni 90 gradus ostida kesishyapti. Buning uchun o'zining xossasi bor. Ikkita to'g'ri chiziqning perpendikulyarlik sharti, masalan, mana ularning koeffitsiyenti, misol uchun AD ning koeffitsiyenti bilan BC ning koeffitsiyentlarning ko'paytmasi minus 1 ga teng bo'lishi kerak. Buning uchun men BC tenglamamizni topib olishim kerak. BC tenglamamizni biz mana bu joyda topdik. 3x plus 9y plus 12. 3x plus 9y plus 12 teng 0 dedi. BC ning tenglamasi. Hop, bu tenglama BC ning edi. Mana shu joydan y ni topib oladigan bo'lsak, minus 3 taqsim 9x minus 12 taqsim 9 bo'ladi. Shunda mana bu x ni oldidagi koeffitsient k hisoblanadi. Shuning uchun bizni BC imizni koeffitsiyenti minus 1 taqsim 3 ga teng ekan. Biz mana bu formulaga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni perpendikulyarlik shartiga qo'yadigan bo'lsak, xo'p, mana minus 1 taqsim 3 AD teng minus 1. Shunda AD ning koeffitsiyenti 3 bo'ladi minusdan chiqarib. Demak, biz mana bu joyda AD tenglamamizni tuzib olamiz. Y teng kx plus b to'g'ri chiziq tenglamasiga qo'yadigan bo'lsak, xo'p, y teng ham o'rniga shuni qo'yamiz, 3x plus b. Xo'p, yana shunday xossasi borki, ya'ni AD ni mana shu perpendikulyar ostida kesishgan to'g'ri chiziqlarda shunaqa bir tenglama bor, formasi bor. Y minus y1 teng KAD x minus x1 degan xossasi bor. Xo'p, mana buni o'chirib turaman. Buni yozib olgan bo'lishlaringiz kerak. Buni hisoblaganimizdan keyin mana A nuqtaning koordinatasini qo'yib yuboramiz. Y minus y1 4 ga teng. Bizda k 3 ga teng edi.
x'imiz x minus 6. X minus 6 ga teng. Buni hisoblaganimizda y minus 4 teng 3x minus 18 bo'ladi. Shunda a deydiganimiz y minus 3x plus 14. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu a degan tenglamiz. Demak, biz barcha shartlarni bajardik. Xo'p, misolimiz tushunarli bo'lsa, biz keyingi misolga o'tamiz. Uchinchi misolimiz demak, ikkinchi tartibli y tizimning barcha asosiy elementlarini toping. 12x kvadrat plus 13 y ning kvadrati teng 156. Demak, ikkinchi tartibli y tizimning barcha elementlarini topishimiz kerak. Buning uchun mana bu 156 ni har bir xatiga bo'lib yuboraman. Xo'p, bu ko'rinishidan ma'lumki, bu ellipsning kanonik tenglamasiga keltirib olishimiz kerak. Ellipsning o'zini kanonik tenglamasini eslaymiz. Bu x kvadrat taqsim a kvadrat plus y kvadrat taqsim b kvadratdan iborat edi. Va 1 ga teng bo'ladi. Xo'p. Demak, hozircha buni o'chirib turamiz. Ya'ni x kvadrat taqsim mana bu yoqda 12 156 plus 13 y ning kvadrati taqsim 156 teng 1 ga teng. Buni hisoblaganimizda x kvadrat taqsim 13 plus y kvadrat taqsim 12 teng 1 ga. Demak, ellipsning kanonik tenglamasini mana x kvadrat taqsim a kvadrat plus y ning kvadrat taqsim b kvadratdan iborat dedik. A kvadratimiz bizda 13 ga teng. B kvadratimiz 12 ga teng. Xo'p. Biz c'ni ham topishimiz mumkin. C bizda a ning kvadrati plus b ning kvadratidan iborat. Xo'p, buni yana bitta elementi bor, ekstremisteti deyiladi va bu c taqsim a bo'ladi. To'g'rirog'i a taqsim c bo'ladi mana shu. Chunki a c dan katta bo'ladi har doim. Va eng qizig'i bu birdan kichik bo'lishi kerak. Biz demak, a ning qiymatlarini, koordinatalarini topib olamiz to'g'rirog'i. Demak, bu ilzosda minusda va plyusda 13 chiqadi. A birimizning koordinatasi xo'p, ellipsda agarda a b dan katta bo'lsa, demak, bu ellips asosan ox o'qida joylashadi. Shuning uchun a ning koordinatasi bu ox o'qiga moslab yozamiz va bu minus ildizda 13 0 bo'ladi. A ikkimiz esa ildizda 13 0 bo'ladi. Endi b ni topadigan bo'lsak, b bu oygin o'qilayotganligi uchun b birimiz hop minus ildizda 12 yo'q. Hop 0 minus ildizda 12 bo'ladi. B ikkimiz 0 ildizda 12 ni o'zi bo'ladi.
Xo'p, biz sin qiymatini topadigan bo'lsak, 13 ga 12 25, 25 dan 5 chiqadi. Va sin o'zi ham, ya'ni oy ustida o'qida joylashganligi uchun sin birimiz -5/0 va sin ikkimiz 5/0 sin birimiz evet. Demek bu 5/0 yani oy ustida o'qida joylashadi. Tak. 5/0 5/0dan iborat. Xo'p, x tenglikni topadigan bo'lsak, bu a taqsim c dan iborat edi. A bizda ildizda 13 taqsim 5 bo'ladi. Xo'p. Demak, ellipsni chizadigan bo'lsak, ellipsning ko'rinishi xo'p, mana bu nuqtadan mana shu joygacha uning fokuslari hisoblanadi. F2 va mana shu joyda C nuqtalari hisoblanadi. Xo'p, mana bu joyni ellips mana shu ko'rinishda bo'ladi. Chizmasam shunday qilgan bo'lishi mumkin lekin demak, mana bu joyimiz minus a, mana bu joyimiz esa a bo'ladi. Bu b, mana bu minus b. Ellipsning ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana biz ellipsning barcha elementlarini topib oldik. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolimizga o'tamiz. Hozirda tekislik va to'g'ri chizish qiyinlamalari mavzusiga oid misolimiz bor. Bizda 3 ta nuqta berilgan. 4-misolimiz. Demak, M1 nuqtamiz -1, 3, 5 ga teng. -1, 3, 5 ga teng. Xo'p. M2 nuqtamiz 2, 4, 7 ga teng. 2, 4, 7 ga teng. Va M3 nuqtamiz esa -4, 3, 6 ga teng. Mana shu 3 ta nuqtadan o'tuvchi tekislikning tenglamasini topishimiz kerak. Buning uchun tekislikni mana shu nuqtalardan o'tuvchi tekislikning tenglamasini topish formulasini eslaymiz. Bu x minus x1, x2 minus x1, x3 minus x1. Hop, y minus y1, y2 minus y1, y3 minus y1. Hop, z minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1. Mana shu formula bo'yicha topiladi.
Xo'p, o'rniga qo'yib chiqadigan bo'lsak, bizda x birimiz minus 1 ga teng, x plus 1. X 2 esa 2 minus 1. Ya'ni x plus 1. Xo'p, 2 plus 1. X uchimiz esa minus 4 ga teng. Minus 4 plus 1. Xo'p, y-imiz, y1imiz 3 ga teng. Shuning uchun y minus 3, y2imiz 4 ga teng, 4 minus 3. Y3imiz esa 3 ga teng. 3 minus 3. Z1imiz 5 ga teng. Z minus 5. Xo'p, Z2imiz 7 minus 5. Z3imiz 6 minus 5 bo'ladi. Demak, mana tuzib oldik deganimizni. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, x plus 1, 2 plus 1 minus 3. Buni hisoblaymiz. X plus 1 2 ga 1 qo'shsak 3 bo'ladi, minus 3. Y minus 3 1 bilan 4 dan 3 ayirsak 3 dan 3 0 bo'ladi. Xo'p, mana 3-chi ustunimiz z minus 5. 7 dan 5 ayirsak 2 bo'ladi, 6 dan 5 1 bo'ladi. Xo'p, mana shu determinantimizni hisoblasak, tekisligimizni tenglamasi kelib chiqadi. Buni uchburchak usuli orqali yechamiz. Determinantni o'tgan darsimizda Gauss usuli orqali yechgandik. Salis usuli orqali yechgandik. Bu safar uchburchak usuli orqali yechamiz. Xo'p, mana bu bosh diagonalimiz va unga parallel bo'lganlarni ko'paytmalari yig'indisi bo'ladi birinchi o'rinda. 1 ga 1 bo'ladi ko'paytirganimizda x plus 1 ning o'zi. Xo'p, keyingisi unga parallel bo'lganlari mana 3 yarim 0. Bu va mana bu z minus 5 bo'lishi kerak. Bu 0 bo'lib ketadi, plus 0. Va keyin yana bunga parallel y minus 3, 2 minus 3 bo'ladi. Minus 6 y minus 3 dan iborat. Minus. Endi yordamchi diagonallar elementlarini ayiramiz. Hop. Bu 3 minus. Hop, minus 3 z minus 5. Bunga parallel bo'lganlari esa 2 0 x plus 1 bo'ladi. Shuning uchun bu 0 bo'lib ketadi. Plus 0 va keyingisi plus qo'yamiz. 3 ko'paytirilgan y minus 3 bo'ladi. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, bu x plus 1 ga teng. Xo'p, buni ochib chiqadigan bo'lsak, minus 6y plus 18 ga teng. Minus qavsni ochamiz. Qavsni ochganimizda mana minus 3z plus 15 bo'lgan bo'ladi. Plus 3z minus 15 bo'ladi. Xo'p, bu yerda 3y plus 9 edi, minus 3y plus 9 bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak, bizda x'imiz bor, 6y minus 3y minus 9y bo'ladi. Va z'larimiz esa bu yerda plus 3z. Xo'p, plus 19, 4, 13, plus 13 bo'ladi. Demak, 0. Demak, tekislikning tenglamasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu 3 ta nuqtadan ko'rishi tekislikning tenglamasi shu ko'rinishda bo'ladi.
Buni formulasi esa mana bunday bo'ladi aslida. AB plus tak ax plus b y plus cz plus d teng 0. Buni umumiy yanasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, 4-misolimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolimizga o'tamiz. Beshinchi misolimiz limitlarni hisoblashimiz kerak. Tak. Limitlarni hisoblaydigan shart berilgan. Xo'p. Limit x birga intilganda bizda x ning 4-darajasi plus 4x ning kvadrati minus 5. Xo'p, x ning kubi plus 2x ning kvadrati minus 2 minus 2. Demak, mana shu limitimizni hisoblashimiz kerak. Xo'p, mana shu 1 ni x dan o'rniga qo'yganimizda 5 minus 5 surat 0 bo'ladi. Xo'p, 1 ni qo'yganimizda 3 minus 3. Suratga ham maxraji ham 0 qoladi. Bu bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun biz buni soddalashtirishga harakat qilamiz. Birinchi ko'paytiruvchilarga ajratamiz buni. X birga intilganda. Xo'p, maxrajni ko'paytiruvchilarga ajratsam, x kvadratni chiqarganimizda bu mana bu ko'rinishga keladi. X plus 2. Mana bu yerdan minusni chiqarsam x plus 2 bo'ladi. Suratimiz o'z holicha qolaversa, hozircha 4x ning kvadrati minus 5. Xo'p. Suratni o'zini yozib olaman. 4 plus 4x ning kvadrati minus 5. X plus 2 ni olib chiqqanimda maxrajdan. Xo'p, e'tiborliroq bo'linglar, mana shu yerda mana x plus 2 ni olib chiqqanimda x kvadrat minus 1 bo'ladi. Buni o'zini ham maydalasam x minus 1 x plus 1 ga keladi. Xo'p, mana shu joyda ham 1 ni agar maxrajga qo'yganimizda baribir 0 ketadi. Agar buni plyuslik holat, minuslik holatini qo'yganimizda ham baribir 0 ketadi. Shuning uchun bu misolimizda demak limit mavjud emas. Javobi mavjud emas bo'ladi. Limit mavjud emas. Mavjud emas. Xo'p, keyingi misolimiz bu limitning a sharti edi. A sharti emas, endi a misoli edi. D misoliga ishlaydigan bo'lsak, xo'p. X birga intilganda hop x minus 1 sinus x minus 1. Demak, mana shu misolni yechishimiz kerak. Hop, bu yerda ham 1 ni o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak, 0 taqsim sinus 0 ham baribir 0 ga teng. 0 taqsim 0 bo'ladi. Bu ham mumkin emas. Bu L'Hopital qoidasiga tushadi. Xo'p, bizda bir xossasi bor edi. Limitni agarda sinus x taqsim x bo'lganda bu 1 ga teng bo'ladi. Buni teskarisi ham 1 ga teng bo'ladi. Mana shu narsani ham hop, sinus x taqsim sinus x deb olsak bo'ladi. Demak, buni ham javobi
Demak, o'zi qo'rqinchli ko'ringanini buni foydasini bilsa, javobi oson chiqadi. Bir chiqadi javob. Demak, 5-misolimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolimizga o'tamiz. Oltinchi misolimiz fosilaga oid misol. Hop. Y teng y darajasi minus x ni mana shu ifodadan hosilasini topishimiz kerak. Xo'p, bizda bir hosila bor edi, ya'ni y darajasi x dan mana y darajasi x dan hosil olganimizda baribir y darajasi x ni o'zi bo'ladi. Bu murakkab hosila hisoblanadi. Shuning uchun y dan hosil olganimizda mana y darajasi x ni o'zi, minus x ni o'zi. Lekin buni darajasi murakkab bo'lganligi uchun darajasi bilan bir marta hosil olamiz. Va buning ko'rinishi y dan hosil teng y darajasi minus x ko'paytirilgan minus x dan hosil 1 taqsim sinus kvadrat x bo'ladi. 1 taqsim sinus kvadrat x. Xo'p, javob sifatida buni mana shunday yozsak bo'ladi. Ya'ni y dan hosil teng y darajasi minus x taqsim sinus kvadrat x. Demak, misolimizning javobi mana shunday bo'ladi. Xo'p, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Keyingi misolimiz integrallarni toping degan shart bergan ekan. Ikkinchi misol. Hop, misolimizni A shartida esa x ko'paytirilgan y ning 2x dx. Demak, mana shundan ifodadan integral olishimiz kerak. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Asosan ko'pchilik udu orqali ishlaydi bu misolda. Bunday ko'rinishdagi misollarni. Men esa mana bu o'zimga yoqqan bir usul bor. Ya'ni mana a ko'paytirilgan b dan hosil olganimizda a ning hosilasi b plus a ko'paytirilgan b ning hosilasi bo'ladi. Agar buni integralga yuborganimda, xo'p, ya'ni mana bunday ko'rinishda bo'lganda integrallanganimizda a dan hosil b plus a ko'paytirilgan b dan hosil. Mana bu integral bilan hosillar qisqarib ketib a ko'paytirilgan b bo'ladi. Xo'p, bu a dan hosil ko'paytirilgan b bo'ladi plus bu a ko'paytirilgan b dan hosil bo'ladi. Endi mana shuni o'zini topa oladigan bo'lsam, hop, a ko'paytirilgan b dan hosil teng mana bu a ko'paytirilgan b minus mana bu tenglikning narigi tomoniga minus bo'lib o'tadi. Shuning uchun a dan hosil b bo'ladi. Menga mana shu joyi kerak. Shuni yuqoriga yozib olaman. A ko'paytirilgan b ning b dan hosili teng bo'ladi a ko'paytirilgan b minus a dan hosili b. Endi men mana bu a ning o'rniga x ni olaman. Mana bu a ning o'rniga bu yerdagi x ni olaman va shunda a dan hosil olganimda 1 bo'ladi. Xo'p, bu yerdagi mana b dan hosillarning o'rniga men y darajasi 2x ni olaman. Y darajasi 2x ni. Men b ni topganimda, ya'ni buni boshlang'ichi
y darajasi 2x taqsim 2 bo'ladi. Chunki mana shuni hosil olganimizda mana shuni beradi. Darajasi oldiga tushib 2 bilan qisqarib, demak yuqoridagi bergan hosila ifoda kabi bo'ladi. Endi yuqoridagi formulaga qo'yadigan bo'lsak buni a ko'paytirilgan bergan hosila. Xo'p, a o'rniga x yozaman, b o'rniga y darajasi 2x taqsim 2 yozaman. Minus alan hosilani o'rniga 1 yozaman. B o'rniga y darajasi 2x taqsim 2 yozaman. Bu yerda dx bo'ladi. Xo'p. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, bu x ko'paytirilgan y darajasi 2x taqsim 2 bo'ladi. Mana 1 taqsim 2 ni chiqarib olsak ham bo'ladi. Buni y darajasi 2x ni boshlang'ichi mana bu holatga teng. Ya'ni y darajasi 2x taqsim 2 ga teng. Mana bu 2 ham 1 taqsim 2 oldiga tushgandan keyin 1 taqsim 4 ko'paytirilgan y darajasi 2x bo'ladi. Va plus c. Demak, integralimizning javobi mana shu ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, misolimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolimizga o'tamiz. Xo'p, integralni b misoli. Xo'p, integral oraliq bilan berilibdi. 0 pi taqsim 2 oraliqda. Va kosinus 2x dx. Kosinus 2x dx. Xo'p, buni ishlashimiz uchun birinchi o'rinda mana bu boshlang'ichni topib olishimiz kerak. Nimani hosilasi kosinus 2x deydigan bo'lsak, sinus 2x dan hosil olsak, kosinus 2x bo'ladi. Lekin mana bunday sinus 2x taqsim 2 dan hosil olganimizda kosinus 2x ni beradi. Sababi chunki oldidagi koeffitsient oldiga chiqqandan keyin 2 bilan qisqarib kosinus 2x bo'ladi. Mana shu ifodani beradi. Buni o'zini oraliqlarini joylaymiz, ya'ni 0 pi taqsim 2. Hisoblaganimizda mana sinus 2x taqsim 2 ni mana ya'ni x o'rniga pi taqsim 2 ni qo'yganimizda 2 bilan qisqarib sinus pi o'zi bo'ladi. Sinus pi 0 ga teng, ya'ni 180 gradusda sinus 0 ga teng. 0 taqsim 2 0. Xo'p. Xo'p, f yozaylik. fx. Demak, birinchi ifodamiz 0 bo'ldi. Ya'ni 0 ni qo'yganimda sinus bo'ladi, baribir 0 ga teng. 0 taqsim 0 baribir 0 bo'ladi. Javob 0. Xo'p. Demak, mana shu mavzular bo'yicha tayyorlangan amaliy savollar tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.